Transfert narxlar shakllanishi bo'yicha o'tkaziladigan tekshiruv bu qanaqa tekshiruv? Avvalo transfert narx o'zi nima degan narsaga qisqacha tushuncha beramiz. Transfert narxlar bu o'zaro bog'liq shaxslar o'rtasida yoki o'zaro bog'liq shaxs bo'lmasa ham mustaqil shaxslar o'rtasida deb chiroyli bir teoremasini ko'rsatib berilgan. Soliq kodeksi 176-moddadan boshlanadi. Hammaga sotayotgan narxingizdan ko'ra kimgadir arzonroq sotadigan bo'lsangiz, o'sha arzonroq sotganingiz bilan hammaga sotayotgan narxingiz o'rtasidagi farqdan endi soliq to'laysiz. Misol, chek urib berdingiz, QR kodli chek so'rashdi, chek urib berdingiz 100 so'm. Qo'shingiz chiqdi, shu narsani menga 60 so'mga ber, bolam arzonroq ekan, dedi. Qo'pol qilib aytganda, unga 60 so'mga urib berdingiz. Mahsulotni berdingiz. Hammaga berganingizdan ko'ra 100 so'mlik tovarni kimgadir arzonroq berib qo'ydingiz va bu transfer narx hisoblanadi. Bu joyda endi siz haqiqatda olinmagan summani olgan deb hisoblanasiz. Ya'ni qaysi olinmagan summani? Hammaga 100 so'mdan sotyapsiz, 60 so'mga sotyapsiz. 40 so'm nedoполученный olinmada bo'ladi. Shu 40 so'mni siz olgan deb hisoblab, shundan kelib chiqib soliq to'laysiz. Bu nima uchun qilinyapti? Bu eshitgan odam hozir emotsiyada voy, nima endi xohlagan narximizga sota olmaymizmi degan bir negativ bo'lishi mumkin. Aslida negativ uchun emas. Va bunga adekvatli qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchilik tadbirkorlarimizda bu holat yo'q emas, bor. Ayni masalada 100 so'mlik tovarni 50 so'mdan ikkita shot faktura qilib yozib berishadi. Yoki 100 so'mlik tovarni tepasiga naqdini bergin deb aslida 50 so'mga shot faktura beriladi. Kirim qilayotganingizda mahsulot asl narxi 100 so'm, lekin shot fakturada siz uni 50 so'mga oldingiz. Qaysidir kontragentingiz menga 1 yozib bergan, uni 100 so'mga oldingiz, aslida 150 so'mga sotaman deydigan bo'lsangiz, shot faktura 1 yozib bergan deb talab qilib tursa yoki chek urib beryapsiz, 150 so'mdan sotyapsiz va qaysidir tanishingiz kelib qoluvdi, odatda nima bo'lyapti? Naqdga 150 so'mdan naqd beradigan bo'lsa, chek urib qo'yishdi. Biz endi uni hujjatimizda 50 so'm bo'lganligi uchun 60 so'm qilib chekda yozib ketyapmiz. Yoki qaysidir holat kimdir 1 shot faktura yozib ber, masalan 150 so'm oldimmi, 150 so'mga shot faktura yozib ber deb talab qilyapti. Unga shunaqa yozib beryapsiz. Kimdir umuman talab qilmayapti, og'ayni, men senga 150 so'mdan emas, 60 so'mdan shot faktura yozib beraman. Nega? Chunki o'zi menga aslida dokumentda 50 so'mdan kelganda deydigan holatlar bor, juda ham ko'p. Ayni shu holatlarni aniqlash va oldini olish, soliq solish bazasini yashirish holatini oldini olish uchun ham transfer narxlar degan narsa tushuncha qo'llanilyapti. Endi 100 so'mlik narsani 50 so'mga olib kirib, kimgadir 150 so'mga va kimgadir 60 so'mga sotadigan bo'lsangiz, 150 so'm bilan 60 so'm o'rtasida olinmagan, ya'ni davlatga soliqqa ko'rsatilmagan daromaddan ham endi soliq to'laysiz. Bu qanaqa qilib aniqlanadi? Bu nazorat qilinadigan bitimlar degan tushuncha bor. Soliq organi tomonidan tekshiriladi. Aynan nazorat qilinadigan bitimlar, transfer narxlari bo'yicha alohida hisobot shakli bor. Juda bir katta bir hisobot shakli bor. O'sha hisobotli shakllarni to'ldirganingizda soliq organi buni ko'rib chiqadi va bu topshirgan hisobotingiz Davlat soliq qo'mitasiga boradi. Boshqarma orqali qo'mitaga jo'natiladi. Davlat soliq qo'mitasida sizni ma'lumotlaringizni olib turib, 3 yil ichida aynan sizni o'sha transfer narx deb hisoblangan operatsiyangizni qo'mita tomonidan tekshiruv tashkillashtirib kelib tekshirishi mumkin. O'zaro bog'liq bo'lib turib, sizda iminni 100 so'mlik narsani 50 so'mga olib turib, kimgadir 150 so'm yoki kimgadir 60 so'mga sotgan holatingiz ko'rinadigan bo'lsa, qo'mitada sizga tekshiruv chiqadi. Mana shu holat transfer narxlarning shakllanishi bo'yicha tekshiruv deb ataladi. Bu 176-moddadan boshlab pastga qarab o'qisanglar, batafsil yozilgan. O'zaro bog'liq shaxslar kim, o'zaro bog'liq bo'lmagan shaxslar kim, nazorat qilinadigan bitimlar deb aytdim. Hozir aynan nazorat qilinadigan bitimlar qanday bitimlar? Endi misol uchun juda ko'pchilikda bor, soliqdan qochish maqsadida aylamadan olinadigan soliq orqali olib chiqib olinadi. Aylamadan olinadigan soliq to'lovchiga o'tkazishadi. O'zida foydasini hammasini aks ettiradigan bo'lsa, 1 milliardlik foyda chiqdi, 1 milliard hammasini aks ettiradigan bo'lsa, foyda deb unda 150 million so'm foyda solig'i chiqish kerak. Vaholanki o'sha yerda foydani kamaytirish uchun endi qaysidir imtiyozli tashkilotga pul o'tkazishadi. Deylik IT parkka yoki qaysidir YTTga, aylamadan olingan soliq to'lovchiga katta xarajat qildim deb pul o'tkazishadi. U orqali kamroq soliq to'lab pulini yechib olish holatlari bo'ladi. Bu Murod sirni ochib tashlayapsan demanglar, bu narsani soliqchilar ham hamma biladi va amaliyotda bu narsa bo'lib turgan holat bo'lganligi uchun mana 2026-yilga kelib byudjet daromadlarini yashirish oldini olish va xufiyona iqtisodiyotni oldini olish maqsadida aynan transfer narxlari bo'yicha ham nazorat qilinadigan bitimlar yo'lga tushirib, endi nazorati amalga oshiriladi. Shu holatda davlatdan yashirib qolinadigan daromadlarni solig'i undirilishi chorasi ko'riladi. Maqsad menimcha bu faqatgina shu xufiyona iqtisodiyotni oldini olish bo'lsa kerak. Har doim aytib o'tamiz, maksimalni tezroq oqqa o'tib olinglar. Aks holda bu sizga og'irlik uradi. Qancha tez siz hozir oqqa o'tib olsangiz, ya'ni soliqlaringizni qonuniy optimizatsiya yo'llari bilan oqqa o'ta olsangiz, siz shunchalik oldiroqda ketyapsiz degan narsa bo'ladi. Transfer narxi ham shumisiz, kameralga ham shumisiz, sayyorga ham shumisiz, xotirjam ketasiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.